Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2026-yil 13-mart haftaning juma kunidagi chiqayotgan ishlarimiz holatlari. Bu ishlarimiz standart 6-25 razmerlari. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Ishlarimiz sanoqga uqalanib ketmasligi garantiyalari bor. Narxlar 770 so'm narx qo'yganmiz. Zavodimiz o'zida. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarni yetkazib beryapmiz. Ko'rib turganlaringlar mana bu yerda urush jarayonlari ham ketyapti. Xo'sh, mana bu yerda xom chiqarish jarayonlari ketyapti. Ko'rib o'tganlaringlar bizda xudo xolasa adillik yo'q, sho'rlamaslik darajasi yuqori bo'lgan Bog'dod pishgan ishlari. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beramiz. Hozirgi kunda gaz yo'qligi sababidan 5000 talik eng kichkina mashinamiz 5000 talikdan 12000 talik yog'i 12000 talik, 10000 talik, 7500 talik mashinalarda yetkazib beraveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.